O'zbekcha pravani qanday rossiyskiy pravaga almashtirsa bo'ladi degan savollar ko'p insonlarni qiziqtiryapti ekan. Bu ishni o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Birinchi qiladigan ish bu PDDni ajoyib bilish. Ya'ni yo'l qoida savollarga javob bera olishlik. Buni qanday qilsak bo'ladi, qanday o'rgansak bo'ladi desanglar, shu telefoningizga PDD ekzamen degan приложение skachat qilasizlar va tayyorgarlik ko'rasizlar. 800 ta savol bor. Shu 800 savoldan sizga 20 tasi tushadi. Siz telefoningizdagi savol va uning kompyuterdagi savollar hammasi bir. Endi bu kategoriyangizga bog'liq. B bo'lsa yengilroq bo'ladi. Agar B, C, D, G, U, Y, A bo'lib kelsa, sal o'ziga boshqacharoq bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ish bu me'dasini o'tadan o'tish kerak bo'ladi. Uning uchun sizda pasport pravangizni periodlar kerak bo'ladi. Ana undan keyin gaga borasiz, navbat olasiz, госпошлина to'laysiz, keyin sizga ekzamenga ruxsat berishadi. Ekzamenda savollarga javob berishligingiz uchun 3 marta muhlat berilar ekan. Qanday? Bir kun bordingiz, topshira olmadingiz, ya'ni 2 marta muhlatingiz bo'ladi. Shu 3 martani ichida agar topshirib siz olsangiz, 2 soat ichida sizga pravangizni almashtirib berishadi. Agar shu 3 martani ichida agar topshirib ola olmasangiz, sizni 6 oyga orqaga tashlashadi. Bor yaxshilab o'rganib kel degan maqsadda. Bilaman, telefoningiz 24 soat qo'lingizdan tushmaydi. Har kun yarim soat, 1 soat kirib turib, savollarga javob bersangiz, o'rganib olsangiz, osonroq bo'ladi o'zingizga. Endi hozir Instagramda ham ko'ryapman, prava olishga yordam beramiz, uni qilamiz deb blogerlar chiqib ketgan. Qanchalik to'g'ri, qanchalik rost yolg'onligini bilmayman. Undan ko'ra o'zingizlar bir harakat qilib ko'ringlar. Agarki mabodo o'xshab qila olmasanglar, ana undan keyin ularga o'qisanglar bo'ladi. Atak o'zingizlar harakat qilishinglarni savjet beraman.